albatta bugun to'y bolajonlarniki. Shunday ekan, kayfiyatni barchasi bolajonlarniki bo'lish kerak. Bolajonlar xursand bo'ldingizmi? Ana bitta qarsak chalamiz. Rahmat. Dunyobegim to'y bolajonlarimizniki ekanda, shunga kattalarimizni kayfiyatlari yo'qga o'xshab turibdi. Negadir anhor koshonasida to'y bo'lyapti, to'y kayfiyati mehmonjonlarimizda ko'rinmayapti. Chunki barcha kayfiyat bolajonlarga berilganda bugun. Shunaqa shekilli kattalar ham bitta xursand bo'lib o'tiramiz, chunki bu yog'iga Muhriddin Ikromovning sho'x-kuy qo'shiqlari yangraydi. Undan oldin esa Dunyobegim nima deb o'ylaysiz? Anhor koshonasiga bugun ayol mehmonlarimiz ko'p tashrif buyurganmi yoki erkak mehmonlarimizmi? Nima deb o'ylaysiz? Men har doim ayollar tomonidan. Lekin ko'rib turibmiz, bugun erkaklar juda ham ko'proq tashrif buyurishgan ekan va kayfiyatni zo'rg'an mana shu erkaklar tomonidan. Chunki Dunyobegim sizdan chiqmasin. To'yga erkak bormasa, to'y to'yday bo'lmaydi. Erkaklar bo'lmasa aytilmas azon, erkaklar bo'lmasa qaynamas qozon. Erkaklar bo'lmasa mo'ylov bo'lmaydi. Erkaklar bo'lmasa to'yxonalarda hatto kuyov bo'lmaydi. Erkaklar bo'lmasa Dunyobegim chaqaloq qayda. Erkaklar bo'lmasa shapaloq qayda. Erkaklar bo'lmasa tikilmaydi shim. Erkaklar bo'lmasa erga tegar kim? Erkaklar bo'lmasa dabdala hayot. Erkak ham pashti odam, yashasin shu hayotda shod. Boshkal bo'lsa ham yashasin erkak. Choyxonada oshini oshasin erkak. Lexus, Captiva jiplarni bilib sevirib yashashin erkak. Ayollar erkakka tik boqmaysizlar. Puli tugab qolsa bering yo'l kira. Cho'ntakda puli bilan to'ylarga borsin. Qara mana shu jamiki ayollar nomidan, mana shu erkaklar uchun bitta zo'r qarsak bo'lsin.